Ulotrixga oid masalalar yechish uchun Ulotrix haqida qisqacha ma'lumot. Hammaga ma'lumki, Ulotrix jinsiy va jinsiz holatda ko'payadi. Jinsiy holatda noqulay sharoitda, jinsiz holatda esa qulay sharoitda ko'payadi. Jinsiz ko'payayotganda Ulotrixning hujayrasi 4 ta yoki 8 ta bo'lakka bo'linib, zoosporalarni hosil qiladi. Har bitta zoosporada 4 tadan xivchin mavjud bo'ladi. Har bitta zoospora yerga tushib, bittadan Ulotrix ipini hosil qiladi. Mana video davomida ham ko'rib, bilib olishingiz mumkin. Demak, har bitta zoosporadan bitta Ulotrix ipi hosil bo'lar ekan. Bu qulay sharoitda jinsiz ko'payish haqida edi. Endi Ulotrixning jinsiy ko'payishi. Jinsiy ko'payishi noqulay sharoitda bo'ladi. Bunda Ulotrixning hujayrasi ko'plab bo'laklarga bo'linib, bu bo'laklardan izogametalar hosil bo'ladi. Izogameta, demak gameta so'zi islatildimi, bu jinsiy ko'payish bilan bog'liq bo'ladi. Izogametalar 2 tadan xivchinga ega bo'ladi. Zoosporalar esa 4 tadan xivchin edi. Har bitta izogameta bir-biri bilan qo'shilib, bitta zigotani hosil qiladi. Va zigota yerga tushib, o'z tinim davrini o'tib, 4 bo'lakka bo'linib, 4 ta yangi Ulotrix ipini hosil qiladi. Demak, qulay sharoitda jinsiz ko'payishida bitta zoosporadan bitta yangi Ulotrix hosil bo'lsa, endi jinsiy ko'payishida esa 2 ta izogameta bir-biriga qo'shilib bitta zigotani hosil qilib, 4 bo'lakka bo'linib, 4 ta yangi Ulotrix ipini hosil qiladi. Demak, bitta zigotadan 4 ta Ulotrix ipi hosil bo'ladi.